Insoniyat o'z tarixi davomida nafaqat so'zning yaxshi ma'nosida, balki boshqa sohalarda ham ixtirochilik qobiliyatiga ega ekanligini isbotlab kelgan. Ba'zi odamlar ajoyib ixtirolarni o'ylab topib, taraqqiyotni oldinga olib chiqqan bo'lsa, boshqalar o'z tasavvurlaridan foydalanib eng dahshatli, shafqatsiz va sharmandali ixtirolarni yaratganlar. Keling, tarixda insonni qanday qilib so'roq va qiynoqqa solgan usullar haqida gaplashamiz. Xitoy bambuq qiynoqlari mashhur va dahshatli qatl usuli bo'lib, bu afsona bo'lishi mumkin, chunki bu qiynoqning amalda qo'llanilganligining birorta hujjatlashtirilgan isboti bugungi kungacha saqlanib qolmagan. Bambuq eng tez o'sadigan o'simliklardan biridir. Ba'zi Xitoy navlari bir kunda 1 metrgacha o'sishi mumkin. Ba'zi tarixchilarning fikricha, halokatli bambuq qiynoqlari nafaqat qadimgi xitoyliklar, balki Ikkinchi jahon urushi paytida yapon harbiylari tomonidan ham qo'llanilgan. Tirik bambuq navdolari o'tkir nayzalar hosil qilish uchun pichoq bilan charxlanadi. Jabrlanuvchi yosh charxlangan bambuq to'shagi ustiga yotqiziladi. Bambuq tez yuqoriga o'sadi. Jabrlanuvchining terisini teshib o'tadi va qorin bo'shlig'i orqali o'sadi. Bu esa uzoq va og'riqli o'limga olib keladi. Temir qiz. Bambuq qiynoqlari singari ko'plab tadqiqotchilar temir qizni dahshatli afsona deb hisoblashadi. Ehtimol ichida o'tkir tikanlar bo'lgan bu metal sarkofaglar shunchaki sudlanuvchilarni qo'rqitish va ularni har qanday narsani tan olishga majbur qilish uchun ishlatilgan. Biroq temir qiz 18-asrning oxirida, ya'ni katolik inkvizitsiyasi oxirida ixtiro qilingan deb ishoniladi. Jabrlanuvchi sarkofagga solinadi va eshik yopiladi. Temir qizning ichki devorlariga sanchilgan tikanlar juda kalta va jabrlanuvchini to'liq teshmaydi, balki faqat og'riq keltiradi. Tergovchi odatda bir necha daqiqa ichida iqrornoma oladi. Unga mahbus faqat imzo qo'yish kerak. Nok bilan azoblash. Bu shafqatsiz asbob abort qilgan ayollarni, yolong'ochlarni va gomoseksuallarni jazolash uchun ishlatilgan. Asbob ayollar uchun vaginaga, erkaklar uchun esa anusga kiritilgan. Jallod vintni buraganida gulbarglar ochilib, go'shtni yirtib, qurbonlarga chidab bo'lmas og'riq keltirgan. Keyinchalik ko'pchilik qon zaharlanishidan vafot etgan. Nok ochilgandan so'ng jabrlanuvchi hayotga mos kelmaydigan ichki jarohatlarga duchor bo'ladi va agar ular hushidan ketmagan bo'lsa, dahshatli azobda o'ladi. Mis buqa. Bu o'lim mashinasining dizayni qadimgi Yunonlar, aniqrog'i mis ustasi Prilus tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u o'zining dahshatli buqasini Sitsiliya zolimi Falariska sotgan. Falaris odamlarni g'ayrioddiy usullar bilan qiynoqqa solishni va o'ldirishni yaxshi ko'rardi. Jabrlanuvchi ichi bo'sh mis buqa haykali ichiga yotqiziladi. Buqaning qorni ostiga olov yoqiladi. Jabrlanuvchi tiriklayin qovuriladi. Temir buqaning tuzilishi shundayki, odamning qichqirig'i haykalning og'zidan buqaning bo'kir kabi otilib chiqadi. Qatl qilinganlarning suyaklaridan zargarlik buyumlari va tumorlar yasash uchun foydalanilgan. Ular bozorlarda sotilgan va katta talabga ega bo'lgan. Kalamushlar bilan qiynash. Kalamushlar bilan qiynash qadimgi Xitoyda juda mashhur bo'lgan. Yana bir usul 16-asrda Yevropada ishlab chiqilgan. Jabrlanuvchi yalang'och holda yechintiriladi va stolga qo'yiladi va bog'lanadi. Och kalamushlar solingan katta og'ir qafaslar mahbusning qorniga va ko'kragiga qo'yiladi. Qafaslarning pastki qismi maxsus qulf bilan ochiladi. Kalamushlarni qo'zg'atish uchun qafaslarning ustiga issiq ko'mirlar qo'yiladi. Issiq ko'mirning issiqligidan qochishga urinib, kalamushlar qurbonning go'shtini chaynaydilar. Judas beshigi. Judas beshigi Ispaniya inkvizitsiyasining arsenalidagi eng azobli qiynoq azoblaridan biri edi. Judas beshigi suyaklarni sindirmagani yoki bog'lamlarni yirtmagani uchun sodiq qiynoq asbobi hisoblangan. Jabrlanuvchi qo'llar va oyoqlari bog'langan holda uchli piramidaning tepasiga o'tirardi. Piramidaning tepasi anusga yoki vaginaga kiritiladi. Qiynoq bir necha soat yoki hatto kunlar davom etadi. Jabrlanuvchi charchoq va og'riqdan yoki yumshoq to'qimalarni yorilishi tufayli qon yo'qotishdan vafot etguncha. Raf. U birinchi marta milodiy 300-yillarda sargosalik nasroniy shahid Vinsentda sinovdan o'tkazilgan. Rafdan omon qolgan har bir kishi endi mushaklarni ishlata olmay ojiz murdaga aylangan. Jabrlanuvchi ikki uchida roliklar bo'lgan maxsus to'shakka yotqizilgan. Unga arqonlar o'ralgan, odamning bilaklari va to'piqlarini ushlab turgan. Roliklar aylanayotganda arqonlar qarama-qarshi yo'nalishda tortilib, tanani cho'zgan. Bu qo'l va oyoqlardagi bog'lamlarni yirtib, suyaklarni chiqarib yuborgan.